Bugungi videoda men mana shu Minecraftni yuklab olishni o'rgataman. Qani bo'lmasam, ketdi. Sizlar bilan Fenzo va Fenzo's kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ygan bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Bu Fenzo's kanalim hozirda 10 ta obunachisi bor. Shu kanalni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va shu kanaldan o'sha o'yinni Minecraft Pocket Edition eski versiyasini yuklab olsanglar bo'ladi. Va bolalar, bu kanalimda har xil videolarim uchun spoilerlarni ham tashlab boraman. Mana Fenzo's kanalimga kirib, shuni kanalimga qadab qo'yaman. Shunda kanalimga kirib, shu qadalgan nimaga bossangiz, o'sha yerdan chiqadi va yuklab olsalaring bo'ladi. Atiga bu 6-3 megabaytni oladi. Keyin bu hamma telefonlarga ham tushavermaydi. Mana o'sha Minecraft eski versiyasi va bunga kirganimizda bizga xullas shunaqa nimalarimizni berishimiz kerak. Ruxsat berishimiz kerak va bu yerda ko'ryapsizlar, ikkita tarafi katta telefon bo'lsa, sizlarda shunaqa chiqib qoladi va buning uchun nima qilasizlar? Buning uchun ilova haqida kirasizlar, o'yin ustiga bosib ilova haqida kirasizlar va pastga tushasizlar. To'liq ekran rejimi chiqadi Redmi telefonlarda. Xullas shunga bosasizlar. Xullas va chiqasizlar va yana qaytab kirasizlar. Shunda o'sha nima yo'q bo'lib qoladi, lekin juda ham eski versiyaga o'xshamoqda. Xullas kiramiz, o'zlari ham mir ochilgan bo'lar ekan. Bunda menga aytishlari bo'yicha Herobrine ham uchratish mumkin deyshgan. Xo'p, ahvolini qarang, grafikani. Xullas mana shunaqa. Inventarlar ham dashi ko'rinmayapti hozirmanda, bug bo'lgan shekilli. Xullas bolalar, biz uy qurib qo'yamiz, ya'ni shu eski Minecraftda ham bizni nomimiz qolsin deb. Unda biz uy qurishni hozirdan boshlaymiz. Xo'p, endi eshikni qo'yib olamiz, inventariga kiramiz. Yo-mayo, bu yerda hali eshik ham yo'q ekan. Va mana qurgan eshiksiz uyimizni ko'rsatib chiqaman. Xullas bolalar, qanaqa eshik uy qurganimni bilmayman, lekin shu Minecraftda ham bitta uy qurib qo'ydik. Xo'p, shunaqa aytmoqchi, fakel qo'yish esimdan chiqdi. Fakelni ham qo'yib olamiz. Xo'p, bolalar, shu bilan videomiz yakunlandi. Xayr bolalar, salomat bo'linglar. Videoda kamchiliklar bo'lgani uchun uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.